Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliq tumani Do'stlik MFY bir kontur bo'yicha yer maydoniga kelindi. Bu yerlarga mana loviya mahsuloti ekilgan. Jami 10 gektar bo'lib, 60 ta fuqaroga 15 sotikdan bo'lib berilgan. Hozirgi kunda bu loviya mahsulotimizni 1 gektardan o'rtacha 3 tonna loviya mahsuloti olish rejalashtirilgan. Jami yer maydonimiz 10 gektar bo'lib, 30 tonna loviya mahsuloti yetishtirish rejalashtirilgan. Do'stlik MFY'mizdagi bu bir konturimizning raqami 3780. Kooperativ etib Olinbek TX5 kooperativ 3/8 biriktirilgan birgalikda ish faoliyati olib borilmoqda. Mana loviyalarimiz hozirgi kunda meva hosiliga kirgan. Endi bu loviyamiz o'rtacha 60 kunda belgilangan, o'rtacha bir 90 kunga qolmay pishib yig'ishtiriladi va ikkinchi hosildorchilikka yerlar tayyorlanadi. Mana hozir buni to'g'rimiz bu uzunligi to'g'ri terak qator, ya'ni zavri bilan chegaralangan. Bu tarafi esa mana asfalt yo'l o'tgan yo'l bilan chegaralangan. Bu tomoni mana eni hisoblanadi. Bu yerda u yerda hali ekilmagan maydon turibdi. U yerga esa g'o'za ekilgan, o'sha yer bilan chegaradosh. Bergi tomoni esa mana zavr bilan chegaralangan. Yana aytdi ham nar tomondan fermer bilan mohir sohibkor mulki fermer xo'jaligi joylashgan. Mana hozirgi kunda mahsulotlarimiz yaqindan ham olaylik. Loviya mahsulotlarimiz. Endi buni uzunligi yer standartligi uchun o'rtacha 500 metr olganmiz, eni esa 200 metr. 10 gektar jami.